Mana senga shuncha mahluqchalar. Bular yetarli emas. Men bir ko'rishdayoq ko'nglimga yoqadigan, kuchimga yanada ko'proq kuch qo'shadigan mahluqcha bo'lish kerak. Toki men u bilan o'zimni hammadan zo'rligimni isbotlashim kerak. Ko'kko'ma. Ko'zingni och va qalbingni tub-tubida mudrab yotgan hissiyotlaringni uyg'ot. Baki! Qaranglar, u qanday qilib bir taniga bunday kuchli bo'lib qoldi? Aynan shunaqasini xohlagandim. Nima? Kurash ruhi faqat zarba bo'lsagina ishlaydi. Sen meni haqiqiy sherigim ekanligingni bilardim. Baki, ke. Biz birga Latunani yengilmas kuchlarimiz. Unga nima bo'lgan ekan-a? Balki biroz kuchlarga to'g'ri kelgan. Kubo, u keldimi? Voy xudoyim. Nahotki qaytdingiz? Kubo shu yerdami? U sizlar bilan emasmidi? Balki uni ushlab olishganmikin? Nima demoqchisiz? Tushuntiribroq gapirsang-chi. Biz zudlik bilan shahardan ketishimiz kerak. Nima? Biz keta olmaymiz. Axir hali Ser Kaytni topmadik-ku. Bizni shahar bo'ylab qidirishyapti. Bu yerda boshqa qola olmaymiz deb qo'rqaman. Jim, yordaming kerak. Unga nima bo'ldi? Mark men bilan qayta poyga o'ynamoqchi bo'ldi va Zeroni ko'chani o'rtasida beayov kaltakladi. Nima? Bu jarohatlar poygadagidan ko'ra ancha jiddiy. Balki bu tushunarli. Qani Bir ketdik. daqiqa. Kubi nima bo'ladi? Qanday bo'lmasin, Kubuni topamiz. Bilasiz, kimnidir og'ir vaziyatda bee'tibor qoldira olmayman. Bu meni qoidalarimga zid. Jin. Qani ketdik, Draka. Men ham u bilan boraman. Yo'q. Axir qo'lga tushsangiz nima bo'ladi? Ammo men Jin o'z qoidasiga sodiq turishini o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak. To'xtang. Shoshma, axir bu ulug'idagi qaysarsizlar, ey. Hoy, meni yolg'iz qoldirmanglar. To'xtanglar. Baki! Sandra. Shahardagi eng zo'r poygachi kim ekanligini endi o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Baki! Mark, hozirroq bas qil. Ovozingni o'chir. Baki! Baki! Xuddi Zero bilan bo'lgan holat yana takrorlanyapti. Balki undan ham ortiqroq tuyulyapti. Ha, to'g'ri. Laura, menimcha sen yanglishmading. Balki Bagi bilan ham shunday bo'layotgandir. Bu shunchalik oson deb o'ylaysanmi? Hozir tekshirib ko'ramiz. Mark, men sen bilan bellashmoqchiman. Nima deding? Sen va men ko'ramiz shahardagi eng zo'r poygachi kim ekan. Buni bir martadayoq hal qilamiz. Roziman. Bagi va men baribir g'olib bo'lamiz. Xursandchiliging uzoqqa cho'zilmaydi, ishonaver. Baki! Monkat mahluqchalari olg'a! Tayyorlaning, boshladik. Baki! O'zingga ortiqcha baho berma, Mark. Olovli sharchalardan bir tatib ko'rmaysanmi, Draka? Naqadar zaif hujum. Baki! Bo'lishi mumkin emas. Ishonchim komil. Zarba to'g'ri nishonga tegdi. Sen bunday ahmoqona zarbalaring bilan Bagiga umuman bas kela olmaysan. Mana senga. Mana! Baki! Draka! Mana
senga. Endi seni navbating. Tayyorlan va kutib ol. Draka, chaqmoqli zarba. Baggi unga juda yaqin keldi. Agar bu zarba Dragaga tekkanida ishonchim komilki, poyga allaqachon tugardi. Qiziq, yomon emas, Mark. Nima? Axir bu Balki bu yana Valbusning ishi bo'lsa-chi. Ko'kuma. Hammasiga chek qo'yish vaqti keldi. Sen bizdan qochib qutula olmaysan. Baggi, o'zgar. Baggi! Draka! Endi bildingmi eng kuchli poygachi men ekanligimni? Men yengilmas Markman. Baggi! Baggiga nima bo'ldi? Baggi! Baggi! Boshqa yo'li qolmadi. Mark, uni to'xtat. Vaqt juda oz. Nima? Baggini to'xtatish kerak. Tezroq. Baggi nazorat ostida va butunlay g'oliblikka tayyorlanyapti. Iltimos, bilmagan ishingga aralashma. Yo'q, Mark, axir u. Baggi, sen hammadan kuchlisan. Shunday ekan, nega ularga mahoratingni ko'rsatib qo'ymas ekansan? Baggi! Draka, qarshi hujumga! Olg'a! U bunday kuchli zarbani qanday qaytarishi mumkin? Baggi! Biz kuchli jamoa bo'lishimiz shart emas. Biz eng kuchlisi bo'lamiz. Draka, qani olg'a! Baggi! Draka, tezlikni oshir. Barakalla, marra zabt etildi. Uddalading. Yengildingmi? Ha, menimcha u biz qidirayotgan mavjudot emas. Ahamiyati yo'q. Toki tirik ekanman, dunyodagi hamma narsa men istagandek bo'ladi. Baggi, tuzukmisan? Baggi! Uyg'oqmisan? Baggi shunchaki yovuz kuchlar ta'sirida edi. Ammo tez orada yana tuzaladi. Bu Valbusning ishi. Hammasiga sen aybdorsan. Nima? Sen shaharga kelganingdan beri g'alati narsalar sodir bo'lyapti. Dastlab jinni g'alati maxluqchaga yo'liqtirding. Hozir esa meni eng zo'r poygachi unvonim o'g'irlandi. Unchalik emas, Mark. Sen tinchlanib olishing kerak. Seningcha tinchlan oladiganga o'xshaymanmi? Yo'q, hoziroq bu shahardan daf bo'l, qorangni o'chir. Malikam qayerga? Seni. To'xtang. Kubo, ahvoling yaxshimi? Aytgandim-ku, sen izlayotgan qizni shu yerdan topamiz deb. Va nihoyat uchrashdik, Malika Saynam. Sen